Parsildoq do'mboqgina sopsalarni tayyorlashni sirni o'rgataman sizlarga. Avvalo hamma siri xamirini yog'lashda. Yog'lar to'g'ri tanlanib, to'g'ri aralashtirilsa, xamiri yana ham qavat-qavat bo'lib chiqadi. Eng avvalo mol yog'ini eritib olamiz. Jazini cho'rttagina qilib piyozlar bilan qornimizni to'ydiramiz. Lekin bu birinchi marta menda. O'zi bunaqa narsalar yeyishga umuman qiziqmayman. Oyim ishdaliklarda hamma yog'ni saramjoy qilishga harakat qilaman. Bilmaganlarimni ulardan so'rab o'rganaman. Qatnamoqchi edim, ozgina sharoitimiz bo'lmadi. Demak, xayrisi shu ekan. Nima bo'lsa, albatta yaratgandandir. 2 cho'lpi margarinni eritib olamiz. Ya 1 cho'lpi simichka yog'dan qo'shamiz. Paxta yog'i bo'lsa ham farqi yo'q. Va yana 1 cho'lpi eritib olgan moy yog'imizdan qo'shamiz. Xamirimizni yupqa qilib yoyib, pishirib olgan yog'imizni yaxshilab suritamiz. Qarabsizki, gijir-gijir somsa xamiri tayyor.